Hammaga salom, sizlar bilan Sa'dullo Abdullayev va bu endi tushunarli loyihasi va mana ko'rib turibsizlar qayerdamiz. Bu logotipi butun davlat biladi, bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Va bugun biz Korzinkaning supervizori bilan gaplashamiz va supervizor o'zi nima ish qilishi haqida bugungi videoda bilib olasiz. Assalomu alaykum. O'zingizni bitta tanishtirib olsangiz. Ismim Aziza, yoshim 26 da. Korzinka tarmog'ida 3 yildan oshiq ishlayman va hozirgi paytda supervizor lavozimida ishlab kelaman. Endi mana supervizor lavozimi. Buni supervizor nima qilishini hamma ham tushunmasligi mumkin-da, agar sohada ishlamasa. Agarda supervizor lavozimini tushuntirib berishingiz kerak bo'lsa, oddiy tilda, masalan, studentlarga qanaqa tushuntirib bergan bo'lardingiz? Supervizor bu eng avvalambor marketdagi zalni kuzatadigan inson, u yoqdagi personaldagi xodimlarga ishlarni to'g'ri taqsimlab beradigan, birinchi darajali va ikkinchi darajali bo'lgan ishlarni o'rgatadigan inson bo'ladi. Ya'ni xodimlarga kerakli vaqtda motivatsiya berish kerak, kerakli vaqtda ularga to'g'ri zamechaniya berish kerak, kerakli vaqtda ularga qaysi vaqt ishni birinchi qilish kerakligini o'rgatib borish kerak. Supervizor marketda butun sistemasini bilishi kerak va mana shu sistema qanaqa aylanishini o'rgangan shaxs bo'lishi kerak. Aha. Siz mana bitta supermarketga qaraysizmi yoki bir nechtami? Hozirgi ayni damda yangi marketga keldim va shu yangi marketda bitta marketda qarayman. Bittasiga. Mana masalan, mahsulotlar qanaqa turish kerakligi, qaysi mahsulotdan keyin qaysinisi kelishligini ham siz hal qilasizmi? Yo'q, bu narsa merchandising bo'ladi. Merchandising asosida tovarlar polkalarga taxlanadi. Va mana shu merchandising tovarlarni qo'shnichilik asosida qo'yamiz. Masalan, yeyiladigan non-food bor va food bo'limlarga bo'linadi va mana shu asosida taxlanadi. Targ'ibot zal bo'ladi. Non-food degani, ya'ni ovqat emas, haligi nonli mahsulot emas u. Mana agarda po faktu gapiradigan bo'lsak, ya'ni masalan siz marketda yuribsiz, tam mana shu shuncha kassir turish kerak, siz tam mahsulotlarni o'lchab turishingiz kerak, siz mana bu narsalarni taxlab turishingiz kerak deb tushuntirib yurasiz-da, to'g'rimi? Masalan, xodimlar o'zlari bizda обучение bo'ladi, ta'lim ya'ni beriladi boshida, treninglar bo'ladi, har xil kurslar bo'ladi. Yangi kelgan xodim bo'lsa yoki bo'lmasa отпускаdan kelgan xodim bo'lishi mumkin, yoki dekretniy отпускаdan kelgan bo'lishi mumkin, onalik ta'tildan kelgan xodimlar bo'lishi mumkin. Ularga alohida treninglar o'tkazilib, o'rgatiladi. Har bitta xodimni, har bitta bo'limga javobgar bo'lgan xodimlarni o'zini kursi bo'ladi va mana shu trening sentrda o'rgatiladi. Ular qanaqa ishda, qanaqa etapda ishlash kerakligi. Siz mana darrov supervizor lavozimiga kelganmisiz yoki nimadan boshlagansiz Korzinkada? 2021-yil oddiy kassirlikdan boshlaganman. Kassir bo'lib, Sergeli marketga ishga kelganman va mana shu oddiy kassirlikdan hozirgi paytda mana shu lavozimga ko'tarilganman. Mana qarang, kassirlar o'zi ko'p-ku. Qanday qilib ular shu qobiliyatga ega, potensiali bor odamlarni ajratib olishadi? Ya'ni sizni qanaqa qilib supervizor bo'la olishingizni sezib qolishgan? Bunda o'zimni ham o'qituvchim, ham ustozim, ham nastavnigim deb ayta olaman. Otabek Nigmatov, hozirgi damda regionalniy menejerimiz. Ular u paytda zamak bo'lgan paytlari hammani kuzatardilar, hammani o'zini potensialiga qarab, hammani o'zini harakatiga qarab ish bo'lib berardilar, taqsimlab berardilar. O'shanda menga ham qo'shimcha kassadan tashqari yana qo'shimcha отделlar berardilar. O'shanga qarab ishlarimizni sifatiga, natijasiga qarab turib, mana shunga qarab har bitta xodimlarga motivatsiya berardilar. Mana shu harakat qilinglar, o'rganinglar, o'sib o'rganinglar deb har doim o'zlari o'rgatardilar shu narsani, bosqichlarini, etaplarini, qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi va qanaqa protsesslardan o'tishimizni o'rgatib borganlar. Mana menga qiziq narsa, men masalan Korzinka ichida ishlamaganman-ku, chetdan qarab turganda kassirlar bir xil ish qilishadi-da. Ya'ni mahsulotni olasiz, urib berasiz, o'tkazib yuborasiz mijozni. Shu yerda qanday qilib boshqalardan ajralib turib o'zingizni ko'rsatsangiz bo'ladi kassir lavozimida? Aynan bu paytda qaynoq servis degan narsa bor. Bu xaridorga ham, kassirning o'ziga ham eng yaxshi harakatlar tizimi deb ayta olaman. Ya'ni kelgan xaridorga xushmuomalada bo'lishlik, ularga yaxshi servis ko'rsatish, ya'ni xaridorni ko'nglini ko'taradigan darajada servisni ko'rsatib bera olsa, bu ham kassir o'ziga ham kelgan xaridorga ham yaxshi taassurot qolib ketishi uchun yordam bera oladi. Va mana shu narsa baribir boshliqlar tomonidan, menejerlar tomonidan, boshqa supervizorlar tomonidan ko'riladi. Mana o'zi Korzinkada shu yuqori lavozimlarga erishish uchun diplom kerakmi? Yo'q. Kerak emas. Siz o'zi
qanday qilib kassirchilikdan boshlagan, sen chekkani savdo sohasiga qanaqa qilib kirib kelgansiz? 2021-yilda bu umuman tasodifiy holat bo'lgan. Aha. Bu narsani hamma ko'pchiligiga gapirib berganman. Umuman tasodifiy. Men o'ylaganman o'sha paytda vaqtincha ishlab, o'qishimni davom ettirib ketaman deb o'ylaganman. Taqdir shundan qilib, nasib qilib, korzinkada hozirgi paytgacha qolib ketganman. Ya'ni bu yerda muhitning yaxshiligi, o'zaro do'stona muhit, o'zaro ishonch, o'zaro hamma hurmat bo'lgani uchun ham insonlar bemalol ishini davom ettira oladi bu yerda faoliyatini. Mana o'zi ikkita savol beraman. Bir xil savol, har xil mavzuga oid. Kassir ishida eng qiyin va eng yaxshi narsa nima? Va supervayzer ishida eng yaxshi va eng yomon narsa nima? Kassir ishida eng yaxshi narsa bu 8 soat kassaga keladi, o'z vaqtida keladi, o'zini ishini to'la to'kis ado etgandan keyin, klientlarga xizmat ko'rsatib bo'lgandan keyin 8 soatdan keyin uyga ketadi. Hech kim ushlab turmaydi. Yo'q, hech kim ushlab turmaydi. Bu narsa yaxshi. Baribir kassada turganingizda, ishlaganingizda o'zingizga kelgan xaridorlarning har xil kayfiyatda kelishi mumkin. Kimdir uyidan muammosi bilan chiqishi mumkin, kimdir ishxonasidan muammo bilan kelishi mumkin. Tabiiyki ularni kayfiyatidagi salbiy kayfiyati kassirlarga ba'zi ta'sir qiladi. Kimdirlar qo'pol muomala qilishi mumkin, kimdirlar yaxshi muomala qilishi mumkin. Bu narsa o'sha kassirlik paytida o'sha 2 yildan oshiq ishlaganimda sezganman. Psixologik baquvvat bo'lib turish kerak. Psixologik. Aha. Stressga chidamli bo'lish kerak. Supervayzer ishdachi? Supervayzer ishida ko'pchilik ularning ishini yengil deb o'ylaydi. Men o'tganimdan keyin bildim, bu 10 barobar qiyinroq ishligini, 10 barobar qiyinroq mas'uliyati ko'p katta bo'lgan lavozim ekanligini endi tushunib yetdim. Ishida yengillik nimadan iborat? Hamma havasidan qaraydi unga. Hammaga motivatsiya berish kerak. Ham sizni kayfiyatingizga bog'liq, personalingiz kayfiyati qanaqa bo'lishi. Boss bo'lib yurasiz-da, marketing ichida. Ularga yaxshi kayfiyatda unaqa muomala qilsangiz, ishchilar ham yaxshi ishlaydi. Shunisi, supervayzerlikning eng qiyin taraflaridan biri bu mas'uliyat, juda ham katta mas'uliyat. U zakazni bo'yningizga olasiz, zakazlar berayotganingizda to'g'ri berishingiz kerak, aniqlikda berishingiz kerak, u narsalarga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Ozgina e'tiborsizlik sabab ham juda katta xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Va undan tashqari, xodimlaringizga bo'lgan javobgarlik hissi. Eng asosiy narsa shu. Men o'zimni shaxsan o'zimni qiziqtiradigan bitta savol beraman. Ba'zi bir paytlarda hamma kassada kassirlar turmasligi mumkin-ku. Ha. Ne unaqa bo'ladi? Bu savol bilan ko'pchilik murojaat qiladi. Agar iloji bo'lganda edi, kassirlar har doim bo'lganda edi, men hamma kassirlar kassani ochib qo'ygan bo'lardim. Kassirlar yetishmay qoladi, bir xil mehnat ta'tiliga ketadi, bir xil akademический отпуск oladi. Ba'zilar olmaydi, bir ba'zilar oladi. Dekretga ketadiganlari bor, больничный ochadiganlari bor. O'shani hisobiga ham kassirlar yetishmay qoladi. 8 soat deganingizdan keyin tushundimki, ya'ni mana masalan, kimdir 8 soat smenasini tugatib ketdi, bo'ldi, u majbur emas o'tirgani, o'shani ketib yuboradi, u ham odam. Masalan, ba'zi kassirlar bo'ladi, haqiqatan vijdonan ishlaydi, masalan, yaxshi ko'rib ishlaydi, o'zini ishini yaxshi ko'rganlar. Ular 8 soatda kassasini yopib ketmaydi-da, ular o'zini ko'nglidan ishlaydi. Maza qilib ishlagani uchun ham ko'pchilik nima qilib beradi? Ko'proq ishlagani uchun to'lab berishadimi? Yo'q, uni gap to'lashda emas, просто masalan, bo'ldi, men 8 soatdan keyin kassamni yopdim, ketdim emas-da. Ozgina 10 minut, 20 minut toki klient potogini kamaytirib olish uchun. Chunki ayniqsa bizda chas pik paytlar bo'ladi. O'sha paytda ko'pchilik o'chirtda turib qoladi. Unaqa paytda o'zimiz ham qarashaman deb supervayzerlar ham keladi, kassirlar o'zini ko'nglidan undaq qiladi. Qarashib olaman, 10 minut, 15 minut deb. O'zingiz ham turib berasiz kerak bo'lsa kassada. Aha, zo'r. Bu yerda supervayzer ham, zammak ham kassa ochib, kassada ishlab o'tkazib yuborishadi klientlarni. Aha. Mana qarang, mana supervayzerni vazifalarini aytib chiqdingizda. Savol. Supervayzer do'kon boshlovchisidan nima bilan farqlanadi? Do'kon boshqaruvchisi menejerdan farqi shundaki, bu yerdagi hamma mayda protsesslar, mayda bo'layotgan vaziyatlar, konfliktli vaziyat bo'lishi mumkin, u xodimlar o'rtasida bo'lishi mumkin, klientlar o'rtasidagi vaziyatlar bo'lishi mumkin. Masalan, ko'pincha menejerga yetib bormaydi bir xil muammoli vaziyatlar. Supervayzer orqali hal bo'lib ketadigan vaziyatlar bo'ladi. Lekin baribir menejer orqali butun protsess, butun sikl menejer orqali yuradi. Chunki menejer xabarisiz bitta ish qilish, ortiqcha harakat qilish mumkin emas. Mana shu narsa ham unaqa do'konni to'g'ri ishlashiga yordam beradigan protsess hisoblanadi. Mana Malikaga Karimov bilan podkast o'tkazayotganda ham so'raganman-da, mana korzinkani odam korzinkaga kirganda shunchaki narsa olgani emas, aylanib yurgani ham kirishadi-da. Masalan, ketib korzinkaga kirib chiqaylik deydi odamlar, korzinkada bo'lishi o'zi ba'zida yoqimli. Aylanib yurgingiz ham keladi bemalol. Va men o'ylaymanki, bu tasodif emas.
mana shu chakana savdoda qandaydir strategiyalar qo'llansa kerak. Ya'ni odamlar bemalol yurishi uchun, odamlar bemalol xizmatini olishi uchun shu qanaqa strategiyalar qo'llaniladi? Bizda oddiy marketing asosida, o'sha marketingning oltin qoidalari asosida faoliyat olib boramiz. Boshqa konkurentlarimizdan farqimiz shundan iboratki, men buni bemalol ayta olaman. Bizda qaynoq servis yo'lga qo'yilgan. Ya'ni kelgan xaridor, kelgan mehmon bizni oilamizga kelganda, o'sha korzinkamizga kirganda, bizni ularga bo'lgan mehrimizni, bizni ularga bo'lgan g'amxo'rligimizni his qilisha oladi. Masalan, bo'lishi mumkin, bitta narsa olaman deb ko'proq narsa olib qo'yishingiz mumkin. Teleshka biz xodimlar bemalol olib kelib berisha oladi sizga. Kassirlarga mana shu narsa treninglarda ham o'rgatiladi, zammak menejerlar orqali ham o'rgatiladi. Kelgan xaridori olgan xaridlarini покупкасini paketga chiroyli qilib upakovka qilib beringlar. Чтоб bu unga anaqa приятно bo'lsin, yoqsin degan maqsadda shunaqa narsalar qilinadi. Bu oddiy endaqalar. Yana ham ko'proq chuqurroq kirsa bo'ladi bu narsaga. Zo'r. Bu mana masalan mijozni qanaqa rozi qilish haqida edi. Ishchilar haqida gapirsangiz, siz supervayzor sifatida ishchilarning ehtiyojlarini qanaqa qilib tushunasiz? Ya'ni tushunaman, shunchaki borib qarasangiz kayfiyati yo'q, borib gaplashasiz, so'rab olasiz. Bu bitta usul. Kimdir ham ba'zida sezmasligingiz mumkin, ba'zida odam o'zi aytib bermasligi mumkin. Shu paytlarda baribir qanaqadir muhitni saqlab turish kerak-ku. Buni ustida qanaqa ishlaysiz? Masalan, menda ko'pincha kuzatuv bilan amalga oshiraman bu narsani. Chunki odamni kuzatib tursangiz, o'sha unda nima bo'layotganini ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, uni harakatidan, masalan, ishlaydigan odam, tempi baland bo'lgan odam o'sha kuni настроенияsi bo'lmagan payti yoki nimadir bo'lgan payti tempi tushib qolgan bo'ladi. Sekinroq ishlayotgan, sekinroq harakat qilayotgan bo'ladi. Unda unga motivatsiya berish kerak, ozgina ruhini ko'tarish kerak. Qanaqa motivatsiya berasiz? Qizlarga masalan, bizda yosh qizlar ko'p, ularga bugun chiroyli bo'lib ketgan, yana ham ochilib ketganini masalan aytsangiz bo'ladi. Qiz bolaga aytsa ham bu narsa juda ham приятно bo'ladi qiz bolaga. Shunaqa deb aytamiz. O'g'il bolaga sizni qo'lingizdan keladi, sizdan boshqa odam qilib bera olmaydi bu ishni deb masalan o'g'il bolalarimizga shunaqa gapiramiz. Ular ham mana shu narsa asosida haqiqatan yaxshi ishlashadigan xodimlarimiz bor. Mana masalan Obid aka bilan gaplashganimda aytib berdilarki, ular kassir bo'lib boshlaganlar ishni, keyin mana bo'lim rahbarigacha o'sib bordilar, 10 yildan buyon ishlayaptilar. Har bir kassirda mana shunaqa motivatsiya bormi? Ya'ni masalan gipotetik qilib aytaylik, 10 ta kassirdan nechtasi korzinkada qolib, shu kattaroq lavozimlarga erishgani harakat qilishadi? Bu hamma narsa individual hisoblayman, chunki hammada ham u narsa yo'q. Ba'zilar bo'ladi, vaqtinchalik ishlayman degan bo'ladi. Shu ko'proq vaqtinchalik ishlaydiganlar ko'pmi yoki yo'q, loyal ishlaydiganlarimiz ko'proq. Ko'proq-a? Ko'proq. O'zingizlar ham shunaqalarni ko'proq olgan harakat qilsanglar kerak. Loyallarni qanday bilamiz? Masalan, ishga o'z vaqtida keladi, ishga o'z vaqtida sidqidildan yondashadi, mehnatini qiladi, to'g'ri qiladi. Va o'zidan faqat kompaniyaga foyda keltirishni ko'zlaydigan xodimlarimiz juda ham ko'pda. O'shalarni kuzatgan holatda ularni loyalligini baribir bilib olsangiz bo'ladi. Ba'zilar bo'ladi, qo'l uchida 8 soatim o'tsa bo'ldi deb kelib ketadiganlar ham bo'ladi endi orada. Baribir bu narsa individual, hammaga o'ziga bog'liq. Mana supervayzor lavozimiga odam o'sib borish kerakmi yoki masalan ko'chadan ham, ya'ni tayyor mutaxassis ham olishadimi? Bu narsa hammada har xil bo'ladi. Masalan, o'zingiz mana shu sistemada ishlab turib, oddiy personaldan ko'tarilganingiz, oddiy personaldan shu darajaga yetganingiz oson, yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki siz mayda-chuda hamma narsani ko'rib borasiz ungacha. Kompaniyadagi protsesslarni o'rganasiz, sekin-sekinlik bilan o'rganib mana shu darajaga taktikidan bilasiz. Ha, yetganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Mana o'zi yaxshi supervayzor bo'lish uchun qanaqa hard va soft skill kerak bo'ladi? Men o'zim ham hozir mana ayni damda men o'zimni hali eng oliy darajadagi supervayzor deb bilmayman, chunki men hali ham o'rganyapman. Hali ham o'rganishda davom etyapman. Hard skilllardan bu albatta kompyuterni juda ham yaxshi bilish kerak. Supervayzorlar kompyuterda u Excel bo'ladimi, Word bo'ladimi, to'g'ri otchetlarni qilishga o'rganish kerak, bilish kerak. Topshirasiz. Topshiramiz. U narsani o'rganish kerak. Kompyuterni mukammal bilish kerak. Bizda TSDlar bor, ya'ni terminal сбора. Bu terminalda tovarlar tekshiriladi, tovarlarning soni qanchaligi, omborda qancha turganligi o'rganiladi, bilinadigan apparatlarimiz bor. Ularni siz ishlatishni bilishingiz kerak va xodimlarga mana shu narsani o'rgatishingiz kerak. U narsaga ham kerak bo'ladi va har xil texnik nosozliklar bo'lib qolishi mumkin. O'sha payti haqiqatan ham texnikani juda ham yaxshi bilish kerak supervayzor. Chunki u boshqalar sizdan so'rab keladi o'sha narsani, siz ularga o'rgatib bera olishingiz kerak. Soft skilllar?
soft skilli avvalambor inson supervisor bu inson bo'lishi kerak. Aha. Insongarchiligi, odamgarchiligi yuqori bo'lishi kerak va o'zini sharoitidan qat'iy nazar yonidagi o'sha personalni, qo'l ostidagi personalini muammosini, vaziyatini to'g'ri tushunishi kerak. Tushunishini bilishi kerak. Va ayni mana shu narsa, mana shu uydagi muammoli vaziyati yoki o'qishidagi muammoli vaziyati uni ishini samaradorligiga ta'sir qilmasligini to'g'ri tushuntirib bera olish kerak. Chunki har bitta insonning muammolari bu individual va o'zi uchun muhim hisoblanadi. Mana shu narsa ishxonaga ta'sir qilmasligini, u ishxonada o'zini boshqa muhitga kelib, mana shu muammolarni unutgan holatda to'g'ri ishlashini, to'g'ri tushuntirib bera olish kerak shu narsani. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, supervisor bu do'konda, ya'ni marketda hamma narsa to'g'ri ketayotganini kuzatib turadigan odam, hamma barcha apparatura, mexanizmlar qanaqa ishlashini biladigan odam va kerak bo'lsa tushuntirib beradigan odam va undan tashqari komandada, ya'ni jamoada sodiqlikni ushlab turadigan, motivatsiyani ushlab turadigan odam. Shunaqa. Zo'r. Mana o'zingiz nima degan bo'lardingiz? Supervisor bu ko'proq texnik ishmi yoki kommunikativ ishmi? Men o'ylayman, avvalambor bu kommunikativ ish, chunki siz hamma bilan muomala qilishingiz kerak. U kirganingizda personaldan tortib, sizga kelayotgan xaridorlargacha, klientlargacha muomala qilishingiz kerak. Yana поставщикlar keladi, ya'ni tovar yetkazib beruvchilar keladi. Ular bilan ham muomala qilishingiz kerak, ular bilan ham gaplashishingiz kerak. Kuningiz mana shu 8 soatingizdan oshig'i kommunikatsiya bilan o'tadi. Asosan shunaqa kommunikatsiya bilan o'tadi. Men o'ylayman, avvalambor sizda muomala, avvalambor sizda o'sha bilim ko'nikmalar bo'lgandan keyin bemalol mana shu ishingizni davom ettirib keta olasiz. Zo'r. Ofislarning ichida anaqa mini korzinka ham bor ekan. Zo'r. Xodimlar uchun alohida. Mana qarang, ofisingizga keldim. Juda ham katta ishxona ekan, juda ham ko'p qatlamli, mana ichida mini korzinkasi ham bor ekan. Siz o'zingiz har kuni ishga kelasiz-ku? Bu yoqqa kelasizmi yoki marketga kelasizmi? Yo'q, har kuni marketga boramiz. Marketga borasiz. Ya'ni biz uchun kelgansiz bu yerga bugun. Rahmat. Har kuni marketga kelganingizda birinchi qiladigan ishingiz nima va o'zi kun mobayn kuningiz qanaqa o'tadi? Nima qilib borasiz kun bo'yi? Birinchi bo'lib marketda kuzatuv bilan boshlanadi. Ya'ni birinchi eshikdan kirib kelamiz. Birinchi har doim marketga kirganimda men o'zimni klient sifatida tasavvur qilaman. Klient sifatida tasavvur qilaman. Kirganimda nima menga yoqmaydi. Ya'ni tanqid ko'zi bilan qarashni boshlayman. Ya'ni nimada kamchilik bor, nima xato qo'yilgan yoki tovarlarda buzilgan bo'lishi mumkin, tovarlar oddiy taxlanganligi xato bo'lishi mumkin, taxlanganligi buzilib ketgan bo'lishi mumkin. Endi bolalar yoki klientlar tomonidan bo'lishi mumkin u narsa. Ularni kuzataman. Marketning tozaligiga qarayman. Birinchi o'rinda o'sha klientni ko'zi bilan qarab ko'raman. Kamchiliklarimizni mana shu orqali qidiramiz. Xuddi shunaqa. Mana shu narsalarni o'zimizga kamchiligimizni o'zimiz topsak, bu o'zimizga foyda. Ya'ni o'zimizning xatomiz ustimizda o'zimiz ishlaymiz. Ya'ni undan keyin personalga aytiladi, mana shu kamchiliklar, mana shu joyda mana shunaqa kamchilik bor, shuni to'g'rilab qo'ying. Yoki bo'lmasa birgalikda qilamiz u narsani. Ba'zi ishlar bo'ladi, birgalikda qiladigan ishlarimiz bo'ladi. Ba'zi paytlari xodimlarga to'g'ridan to'g'ri mana shu narsa qilish kerakligini tushuntiradigan joylarimiz bo'ladi. Ammo bunaqa narsa bo'ladimi haliga? Sirli mijozni yuborasizlar-da, haliga maxfiy mijozni yuborasizlar-da. U haliga siz chunki taniydi-ku hamma. Oldingizda albatta yaxshi ishlab beradi hamma. Bunaqa maxfiy mijozlarni yuborasizlarmi? Kelib haliga mo'ylovlarda. Yo'q, unaqa narsa men unaqa to'g'ri kelmagan, uchramagan. Bunaqa vaziyatga tushmaganmiz. Lekin men o'sha iloji boricha maksimal darajada harakat qilaman. Baribir shu marketga o'zim oila a'zolarim ham kelishadi bozor qilgani. Ularga ham qanaqa komfort bo'lishini o'sha tarafdori bo'lganim kabi, boshqa klientlarimizga ham, mijozlarimizga ham xuddi shunaqa komfort bo'lishini tarafdorimiz. Okey, shu zo'r. Kun bo'yi o'zi qaysi mutaxassislar bilan eng ko'p muloqot qilasiz, kassirlardan tashqari? Kassirlardan tashqari bu bo'lim sotuvchilari bo'ladi. Ya'ni prodavets, konsultantlar bo'lishi mumkin, prodavets, vitriniklar bo'lishi mumkin. Ya'ni vitrinada turadigan, ya'ni u siz go'sht olgani borganingizda siz bilan gaplashadigan xodimlar. Yoki bo'lmasa tvorog yoki qaymoq olganingizda siz bilan muloqotda bo'ladigan vitriniklar deyiladi ular. Prodavets vitriniklar. Ya'ni vitrinada turib sizga xizmat ko'rsatishadi. Ya'ni har bir mahsulot kategoriyasi uchun alohida mijoz turadi, mutaxassis turadi, xodim turadi, tam tushuntirib beradi. Bu mamlaqa mahsulot, bu mamlaqa mahsulot. Bu narsani men bilmagan ekanman. Ular bilan va tovarshunoslar bilan muloqotda bo'lamiz ko'pincha. Tovarshunos, ya'ni zavskotlarimiz ham bor. Ya'ni bu
skladga umumiy omborxonalarimizga javob beradigan mutaxassislar bo'ladi. Ular bilan ko'proq muloqotda bo'lamiz, chunki kerakli bo'lgan tovarimizni topib berishlariga, ularga yoki tovarimiz движение bo'lmayapti, ya'ni sotilmayapti. Nima sababdan? U omborda qolib ketgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa har xil holatlar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. O'shanga qarab turib, biz ko'proq ular bilan ham muloqotda bo'lamiz. Kim bilan eng ko'p muloqot qilishni yaxshi ko'rasiz va yomon ko'rasiz? Bu ko'pincha поставщикlar bo'ladi. Yomon ko'rasiz. Ha, chunki har doim har xil pretenziyalar bilan kelishadi. Har Qanaqa pretenziya bo'lishi mumkin? Ular narsa olib kelib beradi-ku. Yo'q, mana tovarimizni noto'g'ri saqlabsiz deyishadi. Aslida unaqa narsa bo'lmaydi. Aslida unaqa narsa bo'lmaydi. Masalan, ular bilan tovar yaxshi holda kelmagan bo'lishi mumkin. U paytda biz tovar qabul qilmasligimiz to'g'ri keladi. Ya'ni olmasligimiz ham mumkin. Ha, bu haligi kelib o'sha mahsulotni pul qildimda to'g'irlab ketadigan odamlarmi? Masalan, Snickers olib keldi. Ular merchantlar. U boshqa. Merchantlar bilan ham muammo juda ko'p. Поставщикlar bilan muammo bo'lishi mumkin. Ular mana shu tovarni o'zlari yaxshi sifatda olib kelmasligi mumkin. Biz olmasligimizni to'g'ri tushuntirsak ham, bu narsa sotilmasligini to'g'ri tushuntirsak ham, ko'pchilik anaqa qiladi. Olasizlar deydi. Olasizlar deb turishadi. Ular bilan muammo bo'lib qolishi mumkin. Ularga endi to'g'ri tushuntirib, mana shunaqa vaziyat deb ular bilan gaplashganda qattiq qo'l bo'lish kerakmi? Ular bilan muomala bilan gaplashish kerak va muammoni adekvatno hal qilish kerak. Tarafdoriman. To'g'ri tushuntirib, masalan, bu tovar boshqa odam sotib olmaydi, klientlar sotib olmaydi bu narsani deb to'g'ri tushuntirib, muammoni shu yoqda o'zaro do'stona hal qilishga harakat qilamiz. Eng yoqimli muloqot kim bilan? Bular merchantlar bilan ham bo'lishi mumkin, ya'ni ham yaxshi muomala bo'lishi mumkin, ham yomon bo'lishi mumkin. Chunki merchantlar ko'pincha keladi, marketdagi to'g'ri taxlangan tovarlarni vukladkasini buzib ketishi mumkin. Bizda unaqa har xil anaqalarni biz o'zimiz merchandisingimiz yaxshi rivojlanganda, ranglar gammasi bir-biriga to'g'ri kelgan, ularni tovarlarni qo'shnichiligiga to'g'ri kelgan asosida taxlaymiz har doim polkalarga. Mana shu narsani buzib ketadigan holatlari ham bo'ladi va ba'zilari bo'ladi, juda ham mas'uliyatli merchantlarga bo'lib kelishadi. O'ziniga qarashli bo'lgan tovarlarini to'g'ri taxlab, bizga zarar keltirishmaydi, to'g'risini aytsam. Shunaqa vaziyat. Juda ham qiziq. Qarang, men sizga hozir har bir videomizni shunaqa qilamiz mutaxassislar bilan. Supervisor haqida stereotiplarni o'qib beraman-da. Siz ha yo'q deysiz. Xo'p. Bo'ldi. Supervisorning ishi juda oddiy va og'ir mehnat talab qilmaydi. Yo'q. Yo'q. Supervisor faqat xodimlarning ishini nazorat qiladi, lekin do'konning umumiy muvaffaqiyatiga ta'sir qilmaydi. Yo'q. Supervisor faqat jadval va hujjatlar bilan ishlaydi. Mijozlar va mahsulot sifati esa uning ishi emas. Yo'q. Mahsulot sifati ham siz ishingizku, to'g'rimi? Tekshiramiz u narsani, ko'ramiz. Barcha supervisorlar yaxshi yetakchilik va muloqot ko'nikmalariga ega hamda odamlar bilan ishlashni yoqtiradi. Yo'q. Odamlar bilan ishlashni yomon ko'raman deysizmi? Yo'q, shunaqa xodimlar ham bor. Okey. Kompaniyani o'zi, Korzinkani o'zi mana siz hammani yurib, hammaga motivatsiya berib yurar ekansiz. Sizga qanaqa motivatsiya berishadi? Sizni qanaqa qilib qo'llab-quvvatlashadi? Masalan, men bu yoqda kelganimda ozgina muddat ishlab, keyin bo'shab ketaman deb o'ylaganman u paytda. Endi 2021-yil ishga kirgan paytim. Lekin qarasamki, bu yoqda sharoit yaxshiroq, ancha yaxshi. Masalan, eng asosiysi nimada? Sizni qiziqishlaringizga, siz o'zingizni ko'rsatganingizda, masalan, ya'ni qaysi ma'noda ko'rsatganingizda, ishingizga sidq bilan yondashganingizda, mas'uliyat bilan o'sha ishingizni qilib qo'yganingizda, sizni har qanday xatti-harakatlaringiz kuzatuvdaligini bilganman masalan, shu narsani. Va mana shu kerakli paytda sizga motivatsiya berishadi, kerakli paytda sizga to'g'ri daki berishadi, to'g'ri замечание berishadi demoqchiman. To'g'ri замечание berishadi, mana shu o'zingizni xatoyingizni o'zingiz to'g'rilab olasiz. Mana shu narsa menga juda ham yoqqan. Undan tashqari bizda обучениyalar bor, ya'ni ta'lim kontraktlarimizni to'lab berishadi. Men mana shu sistema asosida sistemada zo'r. Men chunki hozir o'zim 3-kursda o'qiyman. Kontraktim nizomiyda. Nizomiy. Qaysi yo'nalishda? Pedagogika psixologiya. Okey. Mana shu paytda masalan Korzinka bu narsani ham qo'llab-quvvatladi. Chunki ishga kirganimdan keyin institutga kirganman. O'shanda qo'llab-quvvatlashgan. Undan tashqari bizda universal dasturi bor. Universal dasturida ham bu xodimlarni qo'shimcha rag'batlantirish, ularga yordam berish, ularni ishga bo'lgan mas'uliyatini, ishga bo'lgan mehrini oshirish uchun dasturlarimiz bor har xil. Va mana shu har bitta personalni o'zini xohishi bormi, o'zini ustida ishlashga tayyormi? Va Korzinka ham uni har qanaqa vaziyatda ham qo'llab-quvvatlashga tayyor. Ya'ni siz ko'tarilishni xohlaysizmi? Siz o'zingiz ustida ishlashga tayyormisiz?
Bundan tashqari mana shu narsani mahsulotni bonusga olishga rozimisiz va korzinka bunda har doim sizni qo'llab-quvvatlaydi, faqatgina yordam beradi. Mana shu narsalar insonga ancha anaqa yordam beradi va qulaylik bo'lgani uchun ham ko'pchilik odamlar loyal ishlab qoladi bu yoqda. Grafiklari, masalan, grafik tuzilsa ham, ish grafiki tuzilsa ham har doim menejerlar tomonidan tuziladi grafik, do'kon menejeri tomonidan. O'zingizni sharoitingizni to'g'ri tushuntirsangiz ham, masalan, bu insoniylik jihatidan sizga kerakli bo'lgan grafikni qo'yib bera olishadi menejerlarimiz tomonidan. Har xil force majeure holatlar bo'lib qolishi mumkin. Har xil endi insonmiz, bizga o'zimizga kerak qo'limizda bo'lmagan vaziyatlarda ham do'kon menejerlari to'g'ri tushunadi. Personalni to'g'ri qo'llab-quvvatlaydi va mana shu paytda o'sha podдержка qiladi demoqchiman. Har qanaqa vaziyatda ham. Zo'r, juda ham zo'r. Endi mana siz qarang, motivatsiya bergan, o'rganib qo'ygansiz, bu siz ishingiz. Hozir bizani ko'rayotganligi, ya'ni masalan, hali balki o'z karyerasini boshlamaganligi uchun bitta motivatsiya berishingiz mumkin. Men kameradan chiqdim. O'zinglarning ustinglarda ishlashdan to'xtamanglar hech qachon. Har doim inson o'sib borishga harakat qilish kerak va mana shunda o'zingiz atrofingizdagilar ham juda ham katta ta'sir o'tkazadi. O'zingiz atrofingizda faqatgina optimist insonlar bilan o'rtoq bo'linglar va mana shunda o'zingizda rivojlanishni ko'rasizlar va hech qachon o'sishdan va qilgan ishinglarning natijasini ko'rishdan qo'rqmanglar. Bitta narsani boshlayar ekansizlar, nimadirga erishasizlar. Yoki u natijasi yo nimadirga erishasizlar yoki bo'lmasam juda ham umringlarga kerakli bo'lgan dars olishinglar mumkin va hech qachon qo'rqish kerak emas. Tavakkal qilishdan qo'rqish kerak emas hech qachon inson. Mana shunaqa gaplar, supervizorning ishi mana shunaqa narsalardan iborat. Va agarda siz korzinkada ishlamoqchi bo'lsangiz, korzinkada ishlash uchun botni videoni ostida qoldirib ketamiz. O'zingizni, balki hayotingizni korzinka bilan bog'lab qo'ysangiz, bu yerda o'sish uchun imkoniyatlar juda ham ko'p va agarda mehnat qilib ishlasangiz, katta lavozimlarga erishib ketishingiz mumkin. Bu lavozimlarga erishish uchun skilllarni esa tarbiyalashga sizga asnova yordam berishi mumkin. Kurslarimiz ham videoni ostida. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, hali ko'plab kompaniyalarga boramiz. Xayr.